Azizlar, davramizda hali yuqorida aytib o'tganimdek ajoyib aktyor, ajoyib rejissyor, ajoyib yana nima qirralari, kaskadyor, ajoyib montyor. Elektrga ham o'zi qarab o'rata, syomka paytida. G'ayrat Ahmedov qarsaylar bilan. Rahmat, salomat bo'linglar. Qarsay desa, qarsay chop qo'ya olinglar. Men tashkiliy mehmonlar, anjalilar bir-birini to'g'atmayapti deb o'ylayman. Kiyobola qulluq olsin. Mana kiyobola qarsay choldi. Kiyobola sen baxtli bo'lishing kerak. Uning uchun mikrionga bormashing kerak. Birinchisi o'g'il bo'lish kerak. Uning uchun gayguyni ozroq qilish kerak. Anakonda ilonni sen kinoda ko'rgansan, ana endi sen uni jivoyni ko'rasan deydi. Bu albatta hazil ma'nosida gaplar. Kiyobola umringizdan baraka toping. Chevaralaringiz to'yda kelgan mehmonlar qatoridan ayrilmasin. Bundan ham ziyoda bo'lsin. Men hayron bo'lib o'tirib olaring. Menga bo'lgan hurmat uchun rahmat. Hozir zamon shunaqa, xohlagan ishni qilsa bo'laveradi. Pulini to'lab qo'yib. Assalomu alaykum, rahmat, salomat bo'ling. Любой joyga sotib ketadilar. Mana, rahmat. Bu xotinim chevarda, bu cho'ntak torga o'xshaganidan bag'ri keng. Rahmat, salomat bo'linglar. Salomat, rahmat, barakallah, zo'r bolalar ekan. A'zam aka, salomat turibmisiz? A'zam aka necha pul sovrin tushganini aytmang. Nalodagilar o'tiribdi. Qirg'iziston Respublikasining fuqarolar, rahmat, salomat bo'linglar. Pirim, rahmat, pirim. Shahmaylar. Rahmat. Kastim. Do'ppay tursa, chiroyli turadi-da. Kastim kiyolmabsan dedi, shuna dedim hozir. Eshitmaganlar. Ya, pulda emas. Pirim, Ozod akam ham chiqdimi? Ozodbek Nazarbek haligi meni kliplarimda ashullatadigan bola bor. Endi haligi ashulachilar qarasam, ashulachilar chiqib olib, ana mashina orqasidan, mashina qilib, nima bular? Duxi yetyapti, qo'rqmayapti desam, tashqariga chiqsam, mana o'tirganlardan ham ko'paygan ashulachilar. Bolalar, nima? Pul tushmaydi mendan, institut o'qiganman, pul tushmaydigan yo'q. Assalomu alaykum, Ozodbek Nazarbek. Rahmat, salomat bo'ling, rahmat. To'xtang, boshqa savol ko'mish bordi-yu. Odash, salomat bo'ling. Xudo adashtirmasin, rahmat, salomat bo'ling. Barakallah, zo'r bolalar ekan. Bosib solaringlar. Rahmat. Pirim, albatta, pirim, rahmat. Men oldimdan ketdinglar, kelmay qoldi-ya. Biz Abdulla Alisherjon o'rgilar. Bunisini ber, bunisini olib ketaver. Bu yoqqa ham. Mana, ko'rdingmi? Rahmat. Salomat bo'ling. Bu yoqqa ham. G'ayrat bank ishlayapti. Guruhlar suv ishli, rahmat, salomat bo'ling. Amin. Melisada ishlaysanmi, bo'ynimga qo'yib qo'yapsan-ku. Ana, salomat bo'ling. Aytdimmi, bag'rim to'lmaydi, jigari ezilib ketadi deydilar, to'ldiraman deb. Hozir o'zini yo'qolishdi boshlaydi. Bu ana havasing kelyaptimi? Mayli, hazil. Bu gap pulda emas, uni rangida. Salta qila olmayman-da, pul qimmat qiladi hozir. To'kilib ketadi. Ko'rib ketmaylik, pulni to'kib qo'yib. Ana, assalomu alaykum, hakiylar, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. O'zi $100 qistirishadi, $200 ishimni yirtib olaman deydi. Rahmat, salomat bo'linglar. Mana duo talablar bormi menajer? Muhtaram jamoat, kim duo talab bo'lsa, mana Ozodbeklar mana kelib ketishdi. Mana shu bizlardan rahmat. Nima yo emasmi? Mayli, endi ana qayerga borasiz? Mana faqat bizni Andijondan emas, mehmon endi mana kuyov bolani hurmati, qayerga keling, kuyov bolani hurmati, Azamjonda hurmati, xullas biz o'tirganlarning hurmatidan bu chet ellardan mehmonlar kelgan, Qoraqalpoq Landiyadan kelgan, Samarqand Binoviya,
Surxa Qashqadaryo 2 yo'q. Jizzax Afrika, Namangladesh. Qo'qon Qo'shma Shtatlari. Hozir mana Los Andijon City'da turibsiz mana. Anjanligimiz nimada biladi hamma. O bir joylarga borsam, qaydansiz desa aytmayman, Anjandanman demayman. Nimaga deylar? Hol ahvol so'ramaydi. Anjandaligingiz bilib qolsa, hol ahvol so'ramaydi, bola chaqa ham so'ramaydi. Mashina chiqyaptimi deydi. Mashinaman, nima ishim bor? Bilasizmi, Leninda haykallari turardi oldin mana shunday qilib. Hamma yerda bor, Leninda haykallari turadi mana shunday qilib. Hozir nimaga yo'q bilasizlarmi? Damaschilar olib ketib qo'ygan, to'xtatyapti shekilli. Ag'a bitta mashina perivalga chiqib ketyapti. To'rimizni ishlamasdan orqaga tushdi bo'lsa, to'rimizni bo'lsa, to'rimizni ishlamasmish. Yoniga qo'qib ketdi. Voy, Rushnoyda tort! Rushnoyda tort desa orqada bitta bangi uxlayotgan ekan. O'g'anib ketib, "Akalar, men ham bitta tort edi." Mashina bitta shopir akamni soat 4 da turadi. Qarang, sahar! Danam saharrada. Turib oladi, mashinasini yurgizib chiqib ketadi, 12:1 gacha ishlaydi. Qarang, sahar 4 dan 12:1 gacha ishlagan erkak nima bo'ladi? Lyubbochasiga charchaydi, to'g'rimi? Bo'lishdi, Ahmad. Bo'lishdi kres qilib qo'ygan. Nimaga? Charchagandan keyin miya machaga to'g'ri tushaman deydi, mana kelib, bo'lishdi kresiga mo'ljallanib, gursib tushadi-da, ko'zini yumgani ham yerini uxlayveradi. Endi xotin kishi ham umid bilan tegadi yerga, to'g'rimi? Tepaymi, juvonimay bo'g'urdi deb. Uxlab yotgan erini orqasiga debsa, nima tepasan birodar bolasi? Biroq uxlab yotaverasizmi 10 yildan beri. Biroq og'iz shirin gapingiz yo'qmi dadasi desa, "Yo'q, shunisiga so'ydiga. Faqirga suv qo'y." Isiganda o'g'atasan desa, hali xotin rosa xursand bo'pti, hali gapni eshitib, rang jir aylanib yo'g'ib ketdi, bir pas turib yana paydo bo'lib, rang to'xtab turib, "Turing dadasi, suv isidi" desa, "Radiatorga qo'yib qo'yinglar." Ey ilohim, salomat bo'laylik. Qarang. Halovi bolalar cheka chiqish, mana ko'p qimillayman-da bittadan kelsang, may bo'p qolmaydi deyapman-da men. Ular kattaqondan degansan to'yda. Bo'g'a, mas telefon ham mas tirikchilik qilayotganda ting'illaveradi-da. Bittasi 10 ming so'm pul so'rabdi, MTSga boribdi. Nima 10 ming so'm solingan, to'g'rimi? Pul yo'q, ertaga qarasa pul yo'q. Nima hech kim bilan gaplashmasdan mana qilib men borib, nima unaqa? Pulim yo'q, kecha hech kim bilan gaplashganim yo'q desa, nech pul soldingiz? 10 ming so'm. Nima qilgansiz? Hech kim bilan gaplashganim yo'q. Zaryadkaga tiqqanman xolos desa, bekor zaryadkaga tiqibsiz-da. Elektrosvetdan qarz bo'lgancha ular olgan bo'lsa kerak. Qani, endi bitta narsa aytib beraman, zaps qilish shart emas. Yo'da savol, botanikadan savol, dunyoda bemahal gullab ketadigan o'simlik. Qanaqangi o'simlik desa, atirgul deb iflos bo'lar ekansan dedi. Bo'g'irib qo'yaymi hozir? Nimaga bilmayapsan? Ichib qo'yaman desa, familiyang nima? Ichib qo'yaman desa, ko'knorib. Hurmatli odamni bo'lasanman shunaqa qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kulgib san'atkorlar ko'p. Endi anjalik, mana endi devormasin, rahmat aka, rahmat. Rozi bo'linglar endi. Men roziman, rahmat. Rahmat. Endi men Andijonda qarshi choldirish qiyin. Kuyov bola birinchi cholib, guldiroz, davlat fayz qilib beringlar. Bitta guldiroz qarshi bilan.